Assalomu alaykum. Bugun juda muhim mavzu haqida gapirmoqchiman. Raqamli dunyo imkoniyatlar bilan birga xavflarni ham olib keldi. Afsuski, ayollar va qizlarning suratlari ko'pincha ruxsatsiz tarqatiladi yoki qayta ishlanadi. Bu shaxsiy hayotga tajovuz va inson qadriga hurmatsizlik. Shu sabab men Body Right tashabbusini qo'llab-quvvatlayman. Body Right bu shunchaki belgi emas. Bu insonning daxlsizligi, rozilik va hurmatga global chaqiriq degani. Bir ramzi shuni anglatadi: rozilikni hurmat qilish, kimnidir himoya qilish, onlayn adolatni tiklash. Men uchun esa bu ramzning ma'nosi oddiy. Hech kimning surati, sha'ni o'yinchoq emas. Shu sabab men o'z suratlarimga Body Right bir ramzini qo'shaman. Sizni ham shu harakatga chorlayman. Keling birgalikda shunday deymiz: har bir inson hurmatga loyiq. Raqamli xavfsizlik bu madaniyat, mas'uliyat va inson qadri. Hurmat bilan, Nigina Jabbarova.